Xayrli kunlar. Xayrli kunlar butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar. Bugun meningki bu faoliyatim boshqa bir yerda boshlanyapti. Mana vaksina o'rdigan yerda odamlar nihoyat ko'p kelib ketadi ekan bu yerda. Mening bu faoliyatim davomlashyapti. Bu taraf qarsanglar hammasi vaksina o'rdigan yer. Ishning oldida u yerda 9 midi. Yaxshi olmaydi deydi, men tushunmadim. Nimishqa ularni so'lishib oltamidim. Shunlar mening faoliyatim mushada davom qilyapti qarindoshlar. Bütün vatan sevgan qarindoshlardan meningki bir og'iz deb qo'ydigan so'zim. Hadi. Festival bargo. De bargo, inga problem. There I stop the well the height. Inga problem. Как сказал? Ama adamlar bu yoqdan o'tyapti. Shuninglar ular atrab qarab menyapti. Ya daxl qilishni yaxshi ko'rmaydi-ku. Shu men o'tib dedim. Mushundaq ish qarindoshlar, mening bu faoliyatim bu yerda davomlashyapti. Meniki bugun ko'pchilik deb qo'ydigan yana bir xabarim, balkim bu yaxshi xabarmi, shum xabarmi bilmayman. Tunugun mushu yaqindan chiqayotgan xabarlarda Xitoy hukumati vatanimiz Uyg'uristonninki Qumul viloyatiga yaqin joyda, mening esimda qilishcha 197 kvadrat kilometr keldigan yerning har bir 3 kvadrat kilometr degan kilometr doiraga atom qurollarini qo'yib dadini qarindoshlar. Buni biz tushunmaymiz. Buni millatimiz, xalqimiz o'rganish uchun qo'yib qo'ydik. Xabar manbalarini izlagan qarindoshlarga men yo'llab beraman. Zaten turdu vatanimiz Uyg'uristonniki Qumul viloyatiga doirasi. Aşağıda 97 kilometr, 97 kvadrat kilometr deganning har 3 kilometrda birdan deydi endi. To'g'rimi, xatomi? Mencha to'g'ri. Atom qurollarini qo'yib berish, jihozli aslalarini to'liq qurib o'tibdi endi. Kim vatanimizni bermaslik uchun va yoki kelgusida tasodifan bo'ladigan bir o'zgarishlarga qarta mencha bo'lgan chaqda mukammal tayyorlik qilyapti deb o'ylayman. Qarindoshlar, kunlaringlar takrar xayrli bo'lsin. Ko'rishgacha omon bo'laylik. Men bu faoliyatimni bu yerda bir 2 soat atrofida davomlashtiraman. Xo'sh, ko'rishgacha omon bo'laylik.